Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 23-noyabr sanasi Moskva vaqti bilan soat 12:56 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7897 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiya Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kurs hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirlarga Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-u-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. Shekalarga turgan 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shekalarga turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi o'li O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga tanishtirib chiqamiz. Birinchi o'li O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,195,695 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,377,859 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 151,410 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 22,992 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 136,729 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kuni shunaqa Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini videorolik qilib chiqarishimizni xohlasanglar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda pastga tugmasiga bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Videolarimizni layklar bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha kanalimiz obunachilariga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holatda Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Zolotoy Korona programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Zolotoy Koronada $100 kursimiz ko'rishingiz mumkin hisoblanmoqda. 8211 rublni tashkil etmoqda. AKPda migrant promokodi bilan $100 kursimiz 8361 rublni tashkil etmoqda. Mir birligida O'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 8180 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Sberbankda $100 kursimiz Sberbankda $100 kursimiz 8208 rublni tashkil etmoqda. Keyingi programmamiz esa Unired Mobile programmasi bo'ladi. Unired Mobile programmasini hozir ko'rsatib o'tamiz. Unired Mobile programmasi 7933 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Qadrli kanalimiz obunachilari, keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Shu programmada mana ko'rishingiz mumkin 8195 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Milliy Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Milliy Pay programmasida 7933 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Tezpay programmasi 7933 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Paygramda 7933 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Endi esa Quick Pay programmasi bo'ladi. Va bu yerga foydali promokodini teramiz.
Va mana ko'rishingiz mumkin, QuickPay programmasida $100 kursimiz foydali promokodi bilan 8152 rublni tashkil etmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 23-noyabr Moskva vaqti bilan soat 13:02 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Milliy Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni 7933 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi programmamiz esa, ya'ni Milliy Pay programmasidan pul jo'natsangiz faqatgina viza kartaga ketadi. Agar Milliy Pay programmasida jo'natmasdan viza kartangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, QuickPay programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni $100 kursimiz foydali promokodi bilan QuickPayda 8152 rublni tashkil etmoqda. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, ushbu programmada 16 talik kod bo'ladi. O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Milliy bank, Hamkor bank, Garant bank, Universal bank, Poytaxt bank, Asaka bank va Aziya Alliance banklaridan ushbu pul jo'natmasini bemalol olsanglar bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga ko'rsatib chiqdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani komissiya haqini merobilnisiga qo'shib, bir yo'la hisoblab aytib o'tib ketamiz. Salom Pay programmasidan boshlaymiz. Ushbu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.010 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Milliy Pay programmasi bo'ladi. Milliy Pay programmasida 14 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Merpurlaki programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Shu programmada ko'rishingiz mumkin. $50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 138.615 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145.829 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Pagana programmasi bo'ladi. Shu programmada 90 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1090 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Shu programmada 64 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni 1064 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga ko'rishingiz mumkin 149.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Ushbu programmada hech qanaqa komissiya qolmaydi va 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 139.602 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Koron programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechiladi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.392 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146.000 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.464 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkor bank plastik kartasi 1000 rublimiz 144.000 so'm, qolgan barcha banklarga 141.000 so'm bo'lib ketmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 23-noyabr Moskva vaqti bilan soat 13:07 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Milliy Pay programmasi bo'lmoqda, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149.000 so'm bo'lishadi. Undan keyingi programmamiz esa Sberbank programmasi bo'ladi. Ya'ni Sberbankdan Hamkor bankka 1000 rublimiz o'zi 144.000 so'm, qolgan barcha banklarga 141.000 so'm bo'lib ketmoqda.
Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.